Assalomu alaykum Hazar asbaqlar. Hozir bozorda Optim joyida, Optim yerda patinka magazin sotib olib qo'yildi. Egalarining nomerini qo'yaman, o'zlarining telefon turib bog'lanaverasizlar. Zo'r narxda turibdi. Asosiy Optim asosda bo'ladi lekin. Zakonniy asosda bo'ladi. Odam ko'p. Hozir videoni oxiridan ko'rsangizlar, magazinlar barincha tushuntiraman. Tashkent stankiyadan giraverish, ikkinchi etaj. Ikkinchi etajda 47-magazin bo'ladi. Asosiy bino Optimchilar o'tiradi. Jenskiy ayollar patinkasi, tuflilari sotiladi. Hozir azon bilan odam yo'q vaqtda oldim. Chunki o'zim bozorga chiqaman, vaqtim bo'lmaydi dedimdan. Odam ko'p vaqtda olish kerak edi o'zi asli. Lekin zakonni yutibdi. Jenskiychilar hammasi ochib o'tiradi. Bemalol Optimam, donam, sassozlar bo'ladi. Magazini ichi bo'ladi. O'zlarini egallarini telefon urib gaplashaverasizlar. Baholarini, senalarini.